Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi ochiq muloqot dasturimiz orqali sizlarga email kodlarini ro'yxatga olish tartib-taomillari to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berib o'tmoqchimiz. Xabaringiz bor, bugungi kunda email kodlarini ro'yxatga olish dolzarb mavzuga aylanib qolgan. Shu sababli sizlarga mazkur mavzuda batafsil ma'lumot tushuncha berishni lozim topdik. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 17-sentyabrdagi 778-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanilayotgan, sotish yoki shaxsiy foydalanish uchun olib kiriladigan va ishlab chiqariladigan mobil qurilmalarni ro'yxatga olish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilgan mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish majburiyligi belgilab qo'yilgan. Nizomga muvofiq mobil qurilmalar belgilangan me'yordan ortiq miqdorda olib kirilgan holatlarda yoki ularning bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligi to'g'risida hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish ular bo'yicha bojxona to'lovlari davlat byudjetiga to'liq to'langanidan so'ng amalga oshiriladi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 26-oktyabrdagi 563-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanilayotgan, sotish, shaxsiy foydalanish uchun olib kiriladigan mobil qurilmalarni ro'yxatga olish tartibi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan hukumatning ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Qarorga binoan 2024-yil 28-yanvardan boshlab jismoniy shaxslar tomonidan mobil qurilmalarni olib kirishda bojxona to'lovlari undirilmaydigan cheklangan me'yorlardan qat'iy nazar deklaratsiya to'ldirilishi lozim deb belgilab qo'yilgan. Endi havo yo'llari orqali respublikamizga kirilib kelayotgan jismoniy shaxslar har kelganlarida 2 dona telefon apparati, shu jumladan mobil aloqa moduliga ega bo'lgan mobil telefonlar va qurilmalarni bojxona to'lovlarisiz olib kirilishlari mumkin. Bunda ushbu tovarlarning qiymati respublikaga aviatsiya o'tkazish punktlari orqali olib kirishda jismoniy shaxslar uchun bojxona to'lovlariga tortilmaydigan tovarlarning cheklangan qiymati, ya'ni 2000 AQSh dollari tarkibiga kiritiladi. Ya'ni jismoniy shaxsning yonida olib kirgan barcha tovarlari, shu jumladan telefonlarning umumiy qiymati 2000 AQSh dollaridan oshgan taqdirda belgilangan tartibda bojxona to'lovlari undiriladi. Agar summa shartli ravishda 2300 AQSh dollari bo'ladigan bo'lsa, u holda 300 dollarga nisbatan 30% boj qo'llaniladi. Shu bilan birga qaror bilan yangi mobil qurilmalarni majburiy deklaratsiyalash joriy etilgan bo'lib, bojxona to'lovlari undirilmaydigan tovarlarni olib kirishning maksimal normalaridan qat'iy nazar to'ldiriladi. Agar bu bajarilmasa, qurilma egasi 30% miqdorida bojxona bojini to'lashi belgilab qo'yilgan. O'zbekistonga xizmat safari yoki turizm uchun kelayotgan xorij fuqarolari mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazmasdan 60 kalendar kunigacha yurishlari mumkin. Avval foydalanish davri 30 kun edi. Shuningdek, import qiluvchilar tomonidan olib kirilayotgan mobil qurilmalarning bojxona rasmiylashtiruvi tizimi takomillashtirildi. Import qiluvchilar tomonidan olib kirilgan qurilmalar partiyasi erkin muomalaga chiqarish bojxona rejimiga rasmiylashtirilmagunga qadar mazkur qurilmalarning email kodlari tizimda ro'yxatdan o'tkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Jismoniy shaxslar tomonidan xalqaro pochta yoki kuryerlik jo'natmalari orqali olib kiritilgan mobil qurilmalar tizim operatori yoki ro'yxatga oluvchisiga shaxsan murojaat etish orqali yoki tizim operatorining sayti orqali mos ravishda pochta identifikatorining shtrix kodi, kalendar shtempeli bo'lgan konvert yoki jo'natmani oluvchi jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami mavjud shaxsni tasdiqlovchi hujjatini ko'rsatgan holda amalga oshiriladi. 2024-yil 20-dekabr kunidan boshlab to'ldirilgan yo'lovchi bojxona deklaratsiyalar xodim tomonidan yangi yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi avtomatlashtirilgan axborot tizim dasturiga kiritilgach, O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazining o'zaro axborot almashish tizimi elektron dasturida ko'rinishi integratsiyalashgan. Telefonlarni O'zEmail tizimida ro'yxatga olishda masofadan turib onlayn shaxsni biometrik identifikatsiya, ya'ni Face ID qilish joriy etildi. Ushbu qulaylik orqali fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlaridan o'zgalar foydalanishlarini
buning oldi olindi. Mazkur texnologiya yordamida jismoniy shaxs o'ziga tegishli mobil qurilmalarni ro'yxatga olishni o'zining biometrik ma'lumotlaridan foydalangan holda onlayn tarzda amalga oshiradi. Bunda jismoniy shaxs email kodlarini ro'yxatga olishni rasmiy veb-sayt, ya'ni uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va uning mobil talqini hamda tizim ro'yxatga oluvchilariga murojaat qilib, biometrik identifikatsiya orqali ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Shu bilan birga, fuqarolar tomonidan har bir olib kirilayotgan mobil qurilma bojxona chegarasini kesib o'tishda deklaratsiyalanishi hamda deklaratsiya natijasi bo'yicha mobil qurilmalarni ro'yxatga olish tizimiga integratsiya qilinishi ular tomonidan qonuniy olib kirilishiga asos bo'ladi. Bugungi kunda Samarqand aeroporti chegara bojxona postida ushbu yo'nalishda quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqand xalqaro aeroport uchib kelish zaliga ikkita 55 dyuymli monitorlarga kecha-yu kunduz sutkasiga 24 soat davomida bojxona qo'mitasining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limi tomonidan tayyorlangan videorolikni yo'lovchilarga qaror talablari baland ovozda namoyish qilib kelinmoqda hamda post xodimlari tomonidan harakatlanayotgan yo'lovchilarga qaror talablari va yo'lovchi tomonidan olib kirilayotgan mobil qurilmalarni yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishi zarurligi bo'yicha tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Yo'lovchilar tomonidan taqdim etilgan yo'lovchi bojxona deklaratsiyalari bojxona qo'mitasining 2023-yil 12 noyabrdagi 119-sonli buyruq talablariga asosida post xodimlari tomonidan rasmiylashtirilib hamda rasmiylashtirish jarayonida mobil qurilmalar borligiga va aynan mobil qurilmalarning email kodlari qayd etilganligi hujjatlar bilan tekshirilib kelinmoqda. Mobil qurilmalar ko'rsatilgan yo'lovchi bojxona deklaratsiyalari bo'yicha ma'lumotlarni yangi yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi avtomatlashtirilgan axborot tizimi dasturiga to'g'ri va o'z vaqtida kiritilishi mas'ul xodimlar tomonidan alohida kunlik nazoratga olingan. Mazkur yo'nalishda jismoniy shaxslar tomonidan kelib tushgan murojaatlar zudlik bilan o'rganib chiqilib, qisqa muddatlarda bartaraf qilinmoqda. Mobil qurilmalarning email kodlarini to'g'ri hamda tez fursatda kiritilishini ta'minlash maqsadida maxsus shtrix kodli qurilmadan unumli foydalanib kelinmoqda. Statistik ma'lumotlarga biroz to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning 1-aprel muddatiga ko'ra Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi Samarqand aeroporti chegara bojxona posti orqali harakatlanayotgan fuqarolar o'zlari tomonidan olib kirilayotgan mobil qurilmalarning email kodlari qayd qilingan jami 5439 ta yo'lovchi bojxona deklaratsiyalari taqdim etilgan. Shuningdek, email customs uz tizimi orqali 5639 marotaba onlayn ariza yuborilgan bo'lib, post xodimlari tomonidan mazkur elektron murojaatlar qisqa vaqtda ko'rib chiqilib, tegishli tartibda rasmiylashtirilmoqda. Sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz yuqoridagilardan iborat edi. Agar sizda qo'shimcha savol yoki murojaat bo'ladigan bo'lsa, bizning 95 kodli 330 20 49 raqamli telefonimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.